Nuriddin yaqinroqdan keling. Men sizga O'zbekistondagi eng taniqli bo'lgan TMT brendining noskilarini hozir kilo narxlari bilan, ya'ni bir donasi necha pul chiqishini ko'rsatib beraman. Qarang. 120 ming so'm kilosi, 12 dona bu yerda 63 ming chiqyapti. O'shanda примерно 5200, 5300 so'mlardan chiqyapti. Shoqinga ahamiyat qilmaymiz. Bu yoqda assortiment juda ham ko'p. Bizda детский, подростковый, женский va erkaklar uchun har xil noskilarni topsanglar bo'ladi. Endi bu yerda обязательно kommentariyada yozishadi. 3000 so'mdan ham noski olmanku, noskini hamcha qimmat deyishlar mumkin. Mana 3600 so'mdan ham noskilar bor bizda. Va mana bunaqa sifatlari вообще mana yaqinroqdan ko'rsating. Sifat вообще super. Til ojiz. 2400 so'mdan ham noskilarni topsanglar bo'ladi, hurmatli xaridorlar. Aytib o'tib ketay, eng kami 10 kilo mahsulot sotiladi bizda. Barcha viloyatlarga, SNG davlatlarga albatta dastavka xizmatlarimiz bor. Telefon nomerlar yozib qoldiramiz, aloqaga chiqinglar. Kuchli brendmi bu? Kuchli brendlarni ham topsiz bo'ladi albatta bizda. Hop, Nike, mana Zaber, har xil brendlarni, shu yo'q narsani o'zi yo'q.